Bugün endi temimizning o'zi qaytib keldi. Biz avval Chogay bilan tanishdik. Uning shu vaqtdagi shu jamiyatdagi o'rnini bildik. Bu taxallusning qanday qilib atalganidan xabar topdik. Endi bugungi temimizga kelsak, Chogayni kim o'ldirdi? Ko'pchilik bu kinoni, televiziya teatrini ko'rganlar amaylarga ayon. Chogay Liangshanga ataman bo'lib, Zingtu shahriga hujum qilgan chaqda atni minib ashu eng oldida ashu Vurat olib ketayotgan vaqtda Zingtu shahrining mashqavuli Shivungung degan bir zərlik o'qya bilan Chogayning sol ko'zini zərlik o'qyani atqashqa Chogay davolash unum bermay Liangshan tig'ininki Mertler sarayida bir kuni yağmurluq kechida chaqmoq nayt chaqayotgan bir kechida nayt azap bilan orman bilan jon uzdi. Shuning uchun nurg'un ko'pchilik qanday qaraydi? Chogayni o'ltirgan qotilni Zingtu shahrining mashqavuli Shivungung deb qaraydi. Mana bugun bizniki temimiz mana mushu nuqtada bo'ladi. Hamda biz buni taklif qilib baqali. Haqiqiy Chogayni o'ltirgani mush Shivungungmi? Mush Shivungungning bir o'qiyasi bilan Chogay u dunyoga safar qildimi? Bu nayt o'yilinish arziydi. Asar biz agar asli avtor yozgan shu Suv bo'yida degan asarni o'qisak, bu necha yuz qism kino bilan tugatib bo'lmaydi. Buning televiziya teatri bilan nayt farq cho'ng. Buningdagi ifodalanayotgan ma'no, obraz, kishiniki xosligi degandek. Endi gapimiz qaytib keldi. Biz Chogayninki o'limini tushuntirish uchun bir odamdan agib o'tmaymiz. U olsunmu şifalık yağmur sunacağım.